Assalomu alaykum. Vaqf ikkinchi qism darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda uzun oyatlarni qayerda to'xtab, qayerdan boshlashlik kerakligi, qanday o'rinlarda to'xtashlik mumkin u, qanday o'rinlarda to'xtashlik mumkin emasligi, aksirish, yo'tal va shunga o'xshash holatlarda to'xtab qolinsa, qayerdan boshlashlik kerakligi va qiroat tezligimizni oshirish uchun nimalar qilishligimiz kerakligi haqida so'z yuritamiz. Darsimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Yuqorida aytganlarimiz vaqf turlariga bevosita bog'liq bo'lganligi uchun dastlab vaqf turlari haqida so'z yuritsak. Vaqfning birinchi turi lozim vaqf deb ataladi. Shunday o'rinlar borki, agar biz u o'rinlarda to'xtamaydigan bo'lsak, ma'no tugal bo'lmasligi yoki oyatning ma'nosi o'zgarib ketishligi mumkin. Bunday o'rinlarda to'xtashligimiz shart va lozim bo'lar ekan. Bunday o'rinlarni kichik mim harfi bilan belgilanar ekan. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Vaqfning ikkinchi turi. Bu vaqf tugal vaqf deb ataladi. Bu qanday vaqf? O'zdan keyingi so'zga ma'no va grammatik jihatdan bog'lanmagan o'rinda to'xtashlik tugal vaqf deyiladi. O'zdan keyingi so'zga ham ma'no ham grammatik jihatdan bog'lanmagan bo'lganligi uchun to'xtashlik afzalroq. Buni biz 70 ga 30 deymiz. Ya'ni 70% to'xtashlik yaxshi, 30% ulab ketsa ham bo'ladi. Belgisi mana bunday qof, lam, ya harflarining birikmasidan tashkil topgan al-vaqf avla so'zlarining qisqartmasidan olingan ekan ushbu belgi. Nasrun minallohi va fathun qarib va bashiril mu'minin. Vaqfning uchinchi turi kifoya vaqf. O'zdan keyingi so'zga ma'no jihatidan bog'liq, ammo grammatik jihatdan bog'liq bo'lmagan kalimada to'xtash kifoya vaqf deyiladi. Bunday o'rinlarda to'xtasak ham, to'xtamasak ham bir xil 50 ga 50 bo'lar ekan. Belgisi sifatida jim joiz so'zdan olingan qo'llanilar ekan. Fatalaqqa Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat tawwabur rahim. Vaqfning keyingi 4-chi turiga o'tamiz. Hasan vaqf. O'zdan keyingi so'zlar bilan ma'no va grammatik jihatdan bog'liq bo'lib turgan kalimada to'xtashlik hasan vaqf deyilar ekan. Demak, o'zdan keyingi so'zlar bilan bog'liqligi kuchli bo'lganligi uchun o'zdan keyingi so'zlarga bog'lab ketganligimiz yaxshiroq ekan. Buni belgisi al-vasl avla so'zlaridan olingan mana bunday belgi ekan. 30 ga 70, ya'ni 70% bog'lab ketganimiz yaxshi, ammo nafasimiz kam qolgan bo'lsa, to'xtab ketsak ham bo'laverar ekan ushbu o'rinlarda. Ulaika ala hudam min robbihim va ulaika humul muflihun. Vaqfning 5-chi turi. Bu vaqf qabih vaqf deb atalar ekan. Bu qanday vaqf?
ma'no tugal bo'lmaydigan yoki noto'g'ri ma'no chiqadigan o'rinlarda to'xtashlik qabih vaqf deyilar ekan. Buning belgisi kichik lam alif. Bunday o'rinlarda to'xtashlik mutlaqo mumkin emas, har doim bog'lab ketishligimiz shart ekan. Innalloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ma'nosi: albatta Alloh chivin yoki undan ustunroq narsalarni misol qilib keltirishdan uyalmas. Agar biz lam alif turgan joyda vaqf qiladigan bo'lsak, ma'no albatta Alloh uyalmas degan noto'g'ri ma'noga aylanib ketadi. Shuning uchun bunday o'rinlarda to'xtashligimiz mutlaqo mumkin emas. Agar aynan shunday o'rinlarga kelganimizda yo'tal tutib qolsa yoki aksirish kelib qoladigan bo'lsa, biz yana orqaroqdan eng birinchi boshlagan joyimizdan boshlab davom etib ketishligimiz kerak bo'lar ekan. Endi esa vaqfning navbatdagi 6-turiga o'tamiz. Bu vaqf ta'anuq vaqf deb nomlanar ekan. Bu qanday vaqf? Biror bir kalima yoki jumla, agar biz uni o'zini o'qiydigan bo'lsak, ya'ni o'zdan oldingi gapga ham qo'shmasdan, o'zdan keyingi gapga ham qo'shmasdan o'zini o'qiydigan bo'lsak, unda to'liq mustaqil ma'no chiqmas ekan. Shuning uchun bu kalimani yoki o'zdan oldingi gapga yoki o'zdan keyingi gapga yoki ikkala tomondan ham bog'lab o'qishligimiz shart bo'lar ekan. Lekin ikkala tomondan ajratib, ikkala tomondan vaqf qilib o'qishligimiz mutlaqo mumkin emas ekan. Bunday kalima yoki jumlalarning ikki tomoniga ushbu ko'rib turilgan 3 ta nuqtadan qo'ylar ekan. Misol: Zalikal kitabu la royba fihi hudal lil muttaqin. Bu sanab o'tganlarimizning barchasi vaqf turlari deb atalar ekan. Savol: vaqf alomatlari qo'yilmagan uzun oyatlarni o'qishda qayerda to'xtab, qayerdan boshlashimiz kerak? Muhim bir jihat bor. Biz uzun oyatlarni tabiiyki bir nafasda o'qiy olmaymiz. Biror joyda to'xtashligimiz va biror joydan boshlashligimiz kerak. Lekin o'zimiz ijtihod qilib biror joyda to'xtab, yana qaysidir biror orqaroqdan boshlab ketishligimiz mumkin emas. E'tibor qaratamiz. Baqara surasi 17-oyat. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Agar oyatning ushbu o'rnida vaqf qiladigan bo'lsak, uning atrofini yoritgach Alloh taolo ketdi degan noto'g'ri ma'no chiqadi. Tabiiyki Alloh taologa nisbatan bunday deyishlik munosib emas, shuning uchun bu o'rinda vaqf qilib bo'lmaydi. Yoki yana bir misol: Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Muhammad surasi 19-oyat. Bilginki, albatta Allohdan o'zga iloh yo'q. Agar biz ushbu o'rinda vaqf qiladigan bo'lsak, ma'no bilginki, albatta iloh yo'q degan noto'g'risiga aylanadi. Shunda ekan biz bilib bilmasdan biror joyda to'xtashligimiz va orqaroqdagi biror o'rindan boshlab ketishligimiz bu unchalik to'g'ri emas. Uzun oyatlarni agar vaqf alomatlari qo'yilmagan bo'lsa, ularning qayerda to'xtashlikni va to'xtagandan keyin qayerdan boshlashlikni qanday aniqlashligimiz mumkin? Buning uchun bizda
quyidagi ilmlar bo'lishligi kerak: arab tili grammatikasi, tajvid va tafsir. Agar bizda bu ilmlarning uchalasi ham bo'lmaydigan bo'lsa, qanday yo'l tutamiz degan o'z-o'zidan savol paydo bo'lishligi mumkin. Bunda bizga qorilar yordamga keladi. Qayerda to'xtash va qayerdan boshlashlikni bilmayotgan oyatlarimizni qorilarni eshitib ko'rib, to'xtashlik va to'xtagandan keyin boshlashlik o'rinlarini aniqlab, belgilab olishligimiz mumkin. Buning uchun bizga ruchkali Qur'oni Karim yordam berishligi mumkin yoki Google, Yandex qidiruv tizimiga, ijtimoiy tarmoqlarning qidiruv tizimlariga bizga kerak bo'lgan oyatni raqamini hamda uning ortidan qorini ismini yozadigan bo'lsak, bizga kerak bo'lgan oyatni qori o'qib berganligini eshitib belgilab olishligimiz mumkin. Masalan, Baqara surasi 14-oyat. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kitobimizga qalam bilan to'xtashlik va boshlashlik o'rinlarini qorilardan eshitib, shu tariqa belgilab oladigan bo'lsak, keyingi safar qayta o'qiyotganimizda qiynalmasdan qayerdan to'xtash va qayerdan boshlashlik o'rinlariga amal qilib o'qib ketishligimiz mumkin. Endi video boshida aytilgan bir nechta savollarga javob berishligimiz mumkin. O'qish tezligimizni oshirish uchun nima qilishligimiz kerak? Aytaylik, ushbu sahifani tez o'qimoqchimiz. Siz boshdan boshlab oxirigacha agar sahifani 10 marta, 20 marta o'qisangiz ham tez o'qiy olmasligingiz mumkin. Tez o'qishligingiz uchun oyatma-oyat o'rganib chiqishligingiz kerak. Birinchi oyatga qaraymiz va birinchi oyatni siz tutilmasdan tez o'qiydigan darajaga chiqquningizcha qayta o'qiyverishligingiz kerak. Qachoniki innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kabi o'qiydigan bo'lsangiz, ikkinchi oyatga o'tishligingiz mumkin. Ikkinchi oyatni ham Xotamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishawah va lahum azabun azim. Singari tutilmasdan tez o'qiydigan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi oyatlarni endi birgalikda 2 marta qaytaring. Undan so'ng 3-oyatni tez va tutilmasdan o'qiydigan darajaga chiqquningizcha ko'p qaytaring va birinchi va ikkinchi va 3-oyatlarni birgalikda yana 2 marta qaytaring. Bundan keyin keyingi oyatni qo'shing. Shunday qilib har bir betdagi oyatlarni bitta bir-biriga qo'shib o'rganib chiqadigan bo'lsak, nafaqat oyatlarni, balki betlarni, sahifalarni tez o'qiydigan darajaga chiqishligimiz mumkin. O'ylaymanki, bugungi videomiz barchamizga manfaatli bo'ldi. Keyingi video darslikda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.